Hammaga salom, sizlar bilan men Drake Minecraft. Короче, bolalar, biz bugungi videoda mana shu previewdagi videoni olamiz. Video boshlash oldin kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bizlar 2000 bo'lishimiz kerak. Короче, bolalar, men 3-o'ringa beradigan craftsmenim bu. Короче, eski versiyada. Bu вообще eski versiya ekanligi uchun Xo'sh, короче, endi bo'lsa bir chetdan baho berishni boshlaymiz. Sizlar esa video boshlash oldin kanalga obuna bo'ling. Yana bir marta aytaman, videoga like bosing, bo'lmasa biz boshladik. Let's go. Bola, mana ko'rib turganlaringizdek, birinchi yo'la baglar qimirlarkan. Endi xo'sh. Bola, mana buni qaranglar. Mana bu bag ham qimirlar. Короче, zo'r ekan bola bu Minecraftdan. Xo'sh, okey. Wow, mana buni yo'ldigani qaranglar, soya salqinday. Xo'sh, endi bo'lsa, bu yerda ozgina qum sahro bilan bor ekan. Bug bo'lgan, bechora bug bo'lganda. Xo'sh, bu yerda esa короче, chiqib olamiz da. Endi bo'lsa, qani bola, davay biza Nezerga borib ko'ramiz. Biza Nezerga surdik. Pam ketdi. Okey, mana bola to'g'ri oldim. Namuncha yorug'. What the? Qani chetlarga chiqib ko'ramiz. Demoqchi edim, cho'da haligacha unaqa narsani ko'rmabman deb. Ozgina shakni ko'taramiz. Okey, endi bo'lsa yaxshilab ko'rishimiz ham mumkin. Aha. Bittada katta bo'ldi. Yana bu yerda qizil qala bor ekan. Vallahi buni qaranglar. Qala bu versiyada bor ekan, bola bu versiyada qizil qala. Ko'p ekan bola bu versiyani qaranglar. Qizil qalasi bor ekan. What ozgina bug bu ketgan ekan. Bu yerda sandiq bor. Sandiqning ichida esa kerak narsa yo'q. Qani bo'lsa, endi biz bola top 2-craftsman shaderligiga o'tamiz. Qani bo'lsa, buni bo'laylik. Sandiq bor ekan. Almas. Bizani navbatdagi Minecraftimiz esa, ya'ni craftsmanimiz buning teksturasi bola 1.18. versiyaning teksturasi bor bu craftsmanda. Hozir yorug' bo'lsa ko'ramizda. Okey, mana bola yorug'am bu bo'ldi va qaranglar, yaxshilar. Buglarni ko'rsanglar, yangi versiyanikiga o'xshaydi. Короче, qaranglar, bunda bola soya ham bor. Ko'rib turganlaringdek, xuddi yangi versiyani o'rnatgan va chakni ochilishini qaranglar bolalar. Go'zal ochiladi chakni qaranglar. Wow, shkalat ochilyapti. Короче, sizlar esa videoga yana bir marta like bosing va obuna bo'lib qo'yinglar. Qaranglar bolalar, shkalat qilib ochyapti. Endi bo'lsa ko'ramiz, ko'rib turganlaringdek bu yerda hammasi yangi versiya teksturasi va mana buni kim biladi, kommentariyaga yozib qoldirsin. Mana buni. Va bu yerda esa mono teksturasini mana bunaqa red bor. Короче, o'shani qilib qo'ygan. Okey, endi bo'lsa va bunda qaranglar bola, Netherrack bloki yangi versiyaning teksturasi, ya'ni va keyin mana bunaqa Nether brick, короче, obsidian esa mana bunaqa, lekin bunda esa biz portal yasay olamiz. Va endi esa bu yerda mana bunaqa ruda oldingi eski versiyalarda bormi bilmayman, biroq ko'rganingiz kerak. Hozir lekin bu redstone, mana ko'rganlarda redstone. Xo'sh, lekin bola qaranglar, Netherite to'g'rimi? Netherite deb o'ylaysizlar. Lekin aslida bu olmosli kiyimlar. Mana qaranglar nomini: Diamond Boots, Diamond Leggings, Diamond Chestplate, Diamond Helm. Короче, mana almos teksturasini Netherite qilib qo'yishgan. Lekin video olishga juda zo'r. Обязательно. Lekin bu yerda keyin bola qorni Ender Pearl teksturasi mana qaranglar.
Ko'rasizlarmi? Bormayapman, chunki bu qor va bular esa olmosli bolta, olmosli kirka va olmosli lopata va agar siz konda bunda o'ynayotgan bo'lsangiz, agar mana bunaqa blokni ko'rgan bo'lsangiz, bu ya'ni olmosni sindirib olasiz konda, bu shunaqa. Xo'sh, yana boshqacha, mana nimalari bor, yangi versiya teksturasi, ko'rib turganlardi. Endi bo'lsa, xo'sh, rasmlar. Yo, bola qaranglar, bunda oynasini qaranglar, mana. Yaqqol tiniq ko'rsatdi. Eski versiyada hozir bunaqa narsalar yo'q ekan. Keyin mana bunaqalari ham bor. Qaranglar, bola chotki. Zo'r ko'rinadi. Va endi keyingisi yana nima bor edi? Mana topdim, qaranglar bola, blokdan temir, olmosli blok, lekin teksturasi nezerit. Ko'mir blok, lazorit, lapis lazuli va emerald va redstone va nether brick va bu nether bloki va bu nether brick. Bu versiyani yo'q, hali aytmayman bo'lmaydi. Va mana bu yerda esa qaranglar bo'ldi. Oddiy oltin olmani teksturasini totemga o'xshatishga va mana o'qitilgan olma va totemni shunaqa ko'rsatdi va bu esa shaxtada uchraydi desanglar yangi versiyada, lekin bu eski versiyada olmani teksturasini shunaqa qilib qo'yganda va elytra emas, bu mana chest plate ko'rib turganlarda, lekin bu yerdan bug degan. Bu yerda mana bitta TNT yoqib ko'ramiz hozir. Xo'sh, va mana g'o'za bola, qaranglar. Boom! Bo'lsa biza top birinchi craftsman shaderli, mayli, o'shanga o'tamiz. Va bunda cho'chqani teksturasini bola zo'r qilganda, qaranglar, panda, lekin va bola bizaning top birinchi o'rinimizda RTX Craftsman. Даже men telefonim ozgina qolyapti. Ko'rib turganinglarda wow deydigan darajada Craftsman. Kuchli telefonlar mazza qilib o'ynasa bo'ladi. Hozir men kamerani to'g'rilab ko'rsataman. Bola, kamerani to'g'riladim. Endi buni bir mazza qilib tomosha qilinglar. Wow deydigan darajada. Hozir bola biz suvni ko'ramiz. Buni qaranglar bola. Wow deydigan darajada de. Net chiqishligini o'zim bilmayman va TNTni qaranglar. Men bilmayman, portlagim keldi. Endi yana telefon qotmasa bo'ldi. Qotmasa ekan, bitta TNT nega endi qotadi? Bola ko'ryapsizlarmi? What degan darajada de. Mana bizning qo'limizda suv va lava. Mana lava. Endi esa biz bu yerga bo'ldi. Xo'sh, endi esa biz yana boshqacha bloklar va narsalarni ko'ramiz. Mana olmos blok. Wow, lekin zo'r ko'rinadi. Endi o'sha bola rasmni qaranglar. Zo'r darajada bildirib bergan. Mana odam shamni yoqyapti. Mana bu yerda bo'lsa ikkita odam turibdi. Bu yerda odamlar cho'milyapti. Voy, mana bu yerga qaranglar, mana bunaqa o'yin bor hayotda, ya'ni internetda. Va mana bu yerda esa qanaqadir eshik va narsalar joy bor va mana bu yerda mana bu yerda odam turibdi va bu yerdan rostdan ham ikkita odam mazza qilib urishmoqchi bo'lyapti. Va mana bu yerda mana bu yerda bu va katta odamlar, mana bu yerda bitta odam, mana bu ham qanaqadir joyda ikkita odam cho'rnibeli joy ekan. Manzara va bitta qo'l va bitta odam. Do'ppisi bormi? O'zbekka o'xshaydi. Bola, mana biza to'g'ri. To'xtanglar. Skeletni qaranglar. Oyoq kiyimni ichida o'tiribdi, ichida. Endi bu narsalarni qaranglar, bola, qilishni zo'rligini va toporni qaranglar, lopatani qaranglar, kirkani qaranglar, ozgina g'alati ekan. Va mana bu oynani qo'ysalar, xuddiki zaboriga o'xshar ekan. Bunda obsidian. Endi bo'lsa bola, biz shunaqa qotiyotgan o'yinda nezerga boramiz. 1 2 3 4 nechimiz, lekin osmonlar va вообще wow, bola manzarani qaranglar. Wow, lekin endi biz qaytib kelamiz-da, tezroq. Qani bola,
Biza 1 2 3 let's go. Qotmaydi, otmaydi. Voy, to'xtanglar bizga fakir ekan, fakir. Yo, bola buni qaranglar, bironta horror joydagi bloklarda xuddi horrorda yurgandek ekan. Kim shunaqa atmosferani his qildi? Bola qani sanda da boyaqilar, lekin bola ozgina shunaqa lekin horror atmosferasini beryapti bola. Okey, mayli, biz tezroq bu yerdan ketishimiz kerak va endi bu tun atmosferasini ko'ramiz. Wow, bola buni qaranglar. Wow, bola men buni bekorga top 1-o'ringa qo'ymadim. Va buni qaranglar bola, prosta atmosferani zo'rligini qaranglar. Va bunga gap yo'q. Bu yerda bitta mazza qilib rasmga tushib olsa bo'ladi. Короче, bola, bizni bugungi videomiz shundan iborat edi. Bugungi video kimga yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'ling. Bo'lmasa bola, bizning videomiz tugadi. Hammaga rahmat. Bizda tezorda 2000 ta bo'lishimiz kerak. Va buni zo'rligini qaranglar, vallahi.